Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, avlodlarning hurmatli obunachilari, Chorvador aka-uka, opa-singil, hojiona, hoji otalarimiz. Xudo xolasa, mollarimiz zo'rlardan olib kelib qo'yganmiz. 3 bosh yengil-yengil chiqarib turibmiz. Sababi ko'ryapsizlar, kun issiq, mol topib olib kelish anaqa oson bo'lmayapti. Xullas, mol olib kelish muammo emas, prosta bunaqa sifatlilarni, chiroylilarini olib kelib sizlarga ishonarli qilib berish uchun ozgina mehnat qilish kerak va bozorga chiqib turib, bozorda mol ko'p bilasizlar, mol tiqilib yotibdi, lekin hammasini olib kelib ham sotib bo'lmaydi. Bunaqa sifatlilari kamdan kam chiqadi. Xudo xolasa, bizni kanalimizda doim sifatlilari, ishonarlilari ko'raverasizlar. Uchala molimizni ham ko'rsatib o'tdik. Xudo xolasa, mollarimizni bir hafta garantiyasi bor. Yeb ichishdan, sog'ligidan umuman muammo yo'q. Uchalasi ham Xudo xolasa birinchilariga yoshlardan bemalol aloqaga chiqib ma'lumotlar yozsa savdolarni qilaverasizlar. Xudo xolasa birortani aybi nuqsoni yo'q. Mollarni karabrlar olib kelishdan boshlaymiz. Birinchi molimiz akalar, birinchi raqamli molimiz. Xudo xolasa aylariga e'tibor berib qo'yasizlar. 8 oylikka beraman. Bolasi lopillab degan. Qorniga urib ko'rsanglar, bilmaydigan odam ham biladi, bolasi katta, xudo xolasa 8 oylikka beraveraman. Kuraklari endi ish kurak chiqaryapti. Eshiklar 3-chi, 4-chilarni ham yoribdi. Birinchi qoringa xudo xolasa bo'ylarini hamma yo'g'ini o'lchab, razmerlargacha aytib beramiz. Dastavkamiz akalar vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab deyman, O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Muammo yo'q. Dastavkasi bizdan. Umuman muammo bo'lmaydi. Dastavkaga o'ylanmasdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari 1.25 plyusda. Aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar. Bunaqa yuvoshlari, sifatlilari topish, xudo xolasa, bizning vazifamiz. Sizlarga yetkazib beramiz. Bemalol biz kanalda obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa zo'rlarni ko'rib tomosha qilib boraverasizlar. Hozir mavjud pullar yo'q bo'lsa ham obuna bo'lib qo'ysanglar, uka seni munchadan beri kuzataman desanglar, yana ham molimni arzon qilib beraman, xudo xolasa. Ozgina poddeska qilib tursanglar, obunachilarimiz ko'paysa, yanada ko'proq mol chiqarishga harakat qilamiz. Narxiga 32.500.000 so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 32.500.000. O'zbekiston bo'ylab dastavka bizdan. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar, mol dahshat sigir bo'ladi. Xudo xolasa. Uzoqga talayman deganlarga aloqa orasidan kallalarini olgan molni tomosha qilib boqadigan jonivor. Ikkinchi molimiz. Endi men maqtasak ham zotli mol. Buni zo'r maqtab olganimiz bilan otib qolmaydi, lekin molni ham molida. Ikkinchisi ham mana kavush qaytarib turibdi mollarimiz sog'lomligidan. Umuman hijolat bo'lmaysizlar akalar. Mana ko'rib turganinglardek mol taylari shoqini uchidan dumini ichigacha cho'tki. Birorta aybi nuqsoni yo'q, mana yoshlar. Sog'ish ham sigir olganda ham udobniy bo'ladi. Sog'ishga yelinlari uzun-uzun, hali xonajim bo'lsa ham bunimizni 7 oylikka beraveraman. 7 oylik bo'g'ozga beraveraman. Bo'ylari metrdaqa qo'ydik. Bo'ylari 1.32 chiqyapti. 30 plyusga olaverasizlar. Razmerlarni xohlasanglar moyillarga taqqo'sanglar, xohlasanglar bitta devorga qo'yib o'lchab olsanglar bo'ladi. Molning orqa ketlari korobka. Ko'ti past molim yo'q. Bunaqa ko'ti past, uning ko'ti puch mollardan yo'q. Hammasi sifatli, xudo xolasa. Mana, yuvoshligi zo'r. Sigir qilsanglar bo'laveradigan, uzoqga yetalaydigan, aloqali, chiroyli, sifatli sigir bo'ladigan bo'g'oz. 7 oylik bo'g'ozga beraman. Bo'ylari 1.30 plyusda, hali kurak chiqarmagan bu. Bo'z aytishda. Endi kurak chiqaradi. Bitta tuqqandan keyin chiqaraman. Ikkita tuqqandan keyin chiqaraman. Xudo bo'ladi. Hali chunki yorgan ham yo'q. Orqalari bilan to'liq ko'rsatgan molni. Oyoqlari bilan chiqyapti. To'rt tuyoqlarini ko'rsat. Stakan tuyoq.
Xudo xolasa molni geroyidan gerdayib turibdi. Molimiz akalar 27.500.000 so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavka beramiz. 27.500.000. Bemalol aloqaga chiqasiz. 3-chi molimiz mana. Iloji boricha to'liqroq ma'lumotni berib, mollarni to'shni ko'rsatishga harakat qilamiz, chunki vaqtimiz yetarli. 3 ta molimiz bor. Mol yo'q emas, bor. Tuqqan mollarimiz bor. Uni ajinlarini ko'ringlar, birinchi, ikkinchi partiya qilib, xudo xolasa ularni ham 3 tamikin bor. 3 ta 4 ta bor. Ularni ham chiqarib beramiz. Tuqqanidan, ishonchlidan so'raganlarga. Bular endi uzoqqa yetarlidigan yosh mollar. Molimiz akalar yoshligidan behijolat. Uzog'i bilan 20 kunga beraman. Quyma ishlashab, orqalari qizarib qolgan. Molimiz ko'ryapsizlar. Qora malika, Qoravoyda. Bo'ylari 1.23. 1.20 plyusga olaveringlar, xullas. Xudo xolasa kam emas. Turi yo'lini sog'lomligiga, yeb itishiga, bo'g'oziga hamma yo'g'i garantiya beraman, xudo xolasa. Mana chandirlar hali yelin to'ldirgan. Yelinni ham dahshat soladi. Sutni ham yaxshi beradi. Bitta bolasi yoniga tushib qolsa, molimiz bekarga ham qolib ketadi, xudo xolasa, novoz tushib qolsa. Yaxshi mol sigir qilaman deganlarga yoshligi behijolat mana. Ikkala tomondan ham ko'rsatib beryapman. Yumshoq yelinlari, to'g'ri yelini ishlaydi. Yoshligi yosh, uzog'iga yetalasizlar, xudo xolasa. Uzog'iga 20 kunda tug'ib beradi. 20 kun ag'bag'da. 20 kundan o'tib ketmasa kerak, chunki mol ancha yelinlarini solib, orqalari quymishlarini tashlab qo'ygan. Narxiga 27.500.000 so'm butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Bemalol aloqaga chiqib, savdolarni qilaverasizlar. Kami ham bor, xudo xolasa. Mollarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa, yana sifatli mollarni olib kelishda davom etaveramiz. Hammalarga kattakon rahmat, e'tiborlar uchun.